Shu 10 ming plus sportga ishlatish uchun odam kim bo'lishi kerak o'zi? Miyada nima bo'lishi kerak u uchun? Qanaqa odam bo'lishi kerak? Chunki men kameramni sotib olganimda $1000 ga menga tushdi, Matizga boshda to'lov qilsang bo'lardi, jinnimisan, kamera ham olasanmi deganda. Bu kamera, bu endi pul olib keladi menga ertaga. Bu marafon 250 kilometr. Odamlar o'lib ketishi mumkin daryoda deb qo'pol qo'yayotgandi. Endi men bilan Alisher akamga hozir sal oson bu temada, chunki hamma kiyimlarimiz, hamma ekirovkalarimiz hammasi bizlarda bor. 23-yilda ishlatganimizda yana 26-yilda ishlatamiz. Shuning uchun bu yoqda bizlarda skidka bor, kichkinagina. Va hech narsa qo'shimcha xarid qilganimiz yo'q. O'sha bor narsani ishlatamiz. Endi men bu narsaga boshqacha qarayman. Bu o'sha odamning o'zining sog'ligiga, shaxsiy rivojlanishiga, o'sishiga qilingan investitsiya deb hisoblayman. Kim haligi boyaga psixoterapiya degandek, odamlar yillab qatnaydi bunga. Yillab qatnaganda agar hisoblaganingizda u 10 mingdan ham o'tadigan narsalar. Agar yaxshi mutaxassisga boraman degan bo'lsangiz, bu yerda hech qanaqa mutaxassissiz o'zingiz 6 kun ichida xuddi onadan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqasiz.